Assalomu alaykum savoqdoshlar. Hozir biz arab tili grammatika darsligimizning 36-darsini o'qiymiz. Biz bugungi darsimizda ism zamon va ism makon haqida so'zlaymiz. Unda bo'lsa, ism zamon va ism makon degan nima? Ism zamon deganimiz harakatning yuz bergan vaqtini bildiradigan ism. Masalan, mavlid desak, tug'ilgan vaqt degan gap. Demak, bu tug'ilishdan iborat bu harakatning vaqtini bildirib beradi. Bu valada degan fe'ldan chiqqan. Mavqif desak, mashina to'xtadigan o'rinni ko'rsatadi. Bu vaqafa, to'xtadi degan fe'ldan chiqqan ism makon. Demak, bir harakatning tushgan vaqtini bildirib bergani ism zamon bo'ladi. Harakatning tushgan o'rnini bildirib bergani ism makon bo'ladi. Endi buning o'lchamlik tunishtirilishi ism zamon deganimiz ma yu'khadhu lid-dalalati ala zamanin huduthil fi'l. Fe'lning yuz bergan vaqtiga dalolat qilish uchun chiqarilgan narsani biz ism zamon deymiz. Masalan, mav'id desak, va'dalashgan vaqt degan gap. Bu va'da degan fe'ldan chiqqan ism zamon. Va'dalashdan iborat harakatning tushadigan vaqtini bildirib turadi. Ya'ni va'dalashgan vaqt. Mavlid desak, tug'ilgan vaqt, ya'ni tug'ilgan kun. Valada degan fe'ldan chiqqan ism zamon. Tug'di degandan iborat bu fe'lninki tushgan vaqtini bildirib beradi. Demak, harakatning, ya'ni fe'lning yuz bergan vaqtiga dalolat qilgan ismni biz ism zamon deymiz. Ism makon degancha ma yu'khadhu lid-dalalati ala makani huduthil fi'l. Fe'lning yuz bergan o'rniga dalolat qilish uchun chiqarilgan ism. Masalan, mavqifun, mawtinun desak, mavqif vaqafa, turdi degan fe'ldan chiqqan ism makon. Shunga turishdan iborat harakat yuz bergan o'rinni bildiradi. Nima bo'ldi? Mavqif degan mashina to'xtatish o'rni degan gap. Mawtin degan vatana o'rinlashdi degandan chiqqan ism makon. Mawtin vatan, ya'ni odam o'rishadigan yerni bildi, vatan bo'ladi. Unda bo'lsa, ism zamon, ism makonni qaysi xil o'lcham, qaysi xil qilib asosan yasaymiz deganda, uning sulasi mujarradning ikki xil o'lchami bor. Lahuma waznan min ath-thulathiyil mujarrad. Saf uch harflik fe'ldan uning ikki o'lchami bor. Birisi maf'al o'lchami. Bu maf'al o'lchami qaysi xil fe'llardan chiqadi deganda, li-thulathiyil mujarrad al-ma'khud min yaf'ulu aw min yaf'alu aw min al-fi'l al-mu'tal al-akhir. Maf'al bu birinchi o'lchami. Bu yaf'ulu xuddi yaktubu deganga o'xshagan yoki yaf'alu xuddi yal'abu deganga o'xshagan yoki oxirisi kesal harf bo'lgan fe'ldan elingan mujarrad sulasining o'lchami. Maf'al. Masalan, maktabun desak, maf'alning o'lchamiga asosan. Bu kataba yaktubu, ya'ni yaf'ulu deganga o'xshagan ayni pesh qilgan. Mal'ab bumi maf'al o'lchamiga asosan chiqqan ismi makon. Maktab ismi makon. Kataba yazdi, maktabun bo'lsa yazadigan o'rin. Yazadigan o'rin degan nima bo'ldi? Ishxona. Maktab degan ishxona degan gap. Mal'abchu la'ibadan chiqqan ism makon. La'iba o'ynadi. O'ynaydigan o'rin nima bo'ladi? Maydon. Mal'ab deganchu maydon. Endi oxirisi kesalar bo'lgan fe'ldan bu maf'al o'lchamiga asosan chiqadi dedik. Masalan, havo yahvi desak, havo degan fe'lning oxiridan bor kesal harf bor. Bundan bu maf'al o'lchamiga asosan mahva chiqadi. Mahva, ya'ni mahvayun aslisi. Mahva chiqadi. Mathva, mavqa deganga o'xshagan. Mahvachu ko'ngil ochadigan o'rin. Havo yahvisa ko'ngil ochdi degan gap, ko'ngil ochadigan o'rin. Mathvachu tava yahvisa qaytadigan o'rin degan gap. Mathva bo'lsa qaytadigan o'rinni ko'rsatadi. Ism makon. Vaqa o'scho, vaqa degan saqladi degan gap. Mavqa bo'lsa saqlaydigan o'rin, qo'g'daydigan o'rin degan. Demak, bular ism makon, ya'ni harakatning tushadigan o'rnini ifodalab beradi. Mana bu maf'al birinchi o'lchami. Bu yaf'ulu, yaktubu deganga o'xshagan. Yaf'alu, yal'abu deganga o'xshagan. yoki oxirisi kesal harf bo'lgan havo, tava, vaqa deganga o'xshagan fe'llardan chiqariladigan o'lcham, maf'al o'lchami. İkinci o'lchamchi maf'il, ayni zo'r o'qilgan. Bu qanday fe'ldan chiqadi deganda, bu li-thulathiyil mujarrad al-ma'khud min yaf'ilu as-sahih.
sahih bo'lgan, ya'ni tarakkibda kasallar bo'lmagan yaf'iludan elingan yoki minal misalil vavi deydi. Beşida kasal harf kelgan. Bu kasal harfdan qaysi kelgan? Vo kelgan. Vavi deganimiz beşida vodan iborat kasal harf kelgan fe'llardan chiqadi. Sulati mujarrad fe'ldan chiqadi. Masalan, warada desak bu warada. Beşidan bakan misalul vavi. Beşida kasal harf var. Ondan maf'ul o'chida mawrid. Warada bo'lsa keldi. Mawrid bo'lsa keldigan o'rin. Mawrid deganning ma'nosi nega? Buloq. Ya'ni suv keldigan o'rin. Mav'id o'sha mav'id va'dalashgan vaqt. Mav'id va'dalashgan vaqt. Endi ismi zaman, ism makonning ikkilisining o'lchami maf'al va maf'il. Demak, bu o'lcham birisi-birisiga ishlatiladi. Maf'al ism zamonga, maf'il ism makonga va o'zaro ishlatiladi. Buni qanday ayiramiz deganda siyoqqa qarab qaraymiz. Jumlaning siyoqiga qarab qaraymiz. Endi biz yuqorida dedik, sulasi mujarraddan mush ikki xil o'lchamga asosan chiqarildi dedik. Endi buni boshqasidan, sulasi mujarradning boshqasidan, ya'ni sulasi maziddan, rubai mujarraddan qanday chiqarildi deganda, endi sulasi mujarradning boshqasidan yakunu ismi zamani val makan min ghayri sulasi al mujarrad ala wazn ism maf'ul. Faqat ismi zaman, ismi makan sulasi mujarradning boshqasidan ismi maf'ul o'lchamiga asosan bo'ladi. Masalan, mujtama, ijtama'a yajtami'udan chiqqan. Shundaqo, ijtama'a jug'lashdi. Mujtama o'sha jug'lashadigan o'rin. Jug'lashadigan degan nima bo'ldi? Mujtama, jamiyat bo'ladi. Mustashfa, asli istashfa yastashfa. Shundaqo, istashfa degan fe'l. Ya'ni shifoliq talab qildi, shifoliq izladi degan gap. Endi buni ismi makoni mustashfa, shifoliq talab qiladigan o'rin. Shifoliq talab qiladigan o'rin nima bo'ldi? Doktorxona. Mustashfa degan nima? Doktorxona. Demak, ismi zaman, ismi makon sulati mujarradning boshqasidan ism maf'ul o'lchamiga asosan chiqadi. Endi ism maf'ul sulasi mujarradning boshqasidan qanday chiqadi desa, mudoriyat harfining, ya'ni mudoriyat holatida mudoriyat harfining o'rniga tashqilgan mimni kelimiz, oxirining ilgirkisini zibar qilamiz. Masalan, ijtama'a yajtami'u. Yajtami'u degan bu fi'l mudoriyatdan mudoriyat harfiga tashqilgan mimni almashtiramiz. Mujtami'u bo'ldi. Endi oxirgi harfning ilgirkisi mujtami'u, aynning ilgirkisi mim. Bu mim harfini zibar qilamiz. Nima bo'ldi? Mujtama'un. Bu ham ismi maf'ul, ham ismi zaman, ismi makan. Mustashfamu shunga o'xshash. Ismi zaman, ismi makonga aloqador qoidalar shu. Endi ba'zida ismi makonning oxiriga ayollikning ta'siri kirib qolgan ahvollar bor. Qad tadkhulu ta'u at-ta'nif ala asma'il makan. Ismi makonga ayollikning ta'siri kirib qoldi. Masalan, ma'bara, maqbara deymiz. Qabara, maqbara bo'lsa qabristonlik. Odam yetadigan o'rin. Shundaqo. Ma'bara bo'lsa o'tdi. Qabara degan fe'l chiqqan ma'bar asli. Ma'bar maf'al o'lchimida. Ya'ni o'tadigan o'rin degan gap. Buni oxirgi ayollikning ta'siri qo'shib qoldi. Bu normal ahvol. Unda o'sa vaqtlar bugungi ismi zaman, ism makonga aloqador bo'lgan darsimiz mush yerda oxirlashdi. Endi biz buning oxirga birdan kun berilgan buni ishlaysizlar. Ayyin fi ma ya'ti ismi zaman val makan va bayyin vazniha. Vaznaha. Tuandagi ismi zaman va ism makonni muayyallashtiring va uning vaznini bayon qiling deydi. Qaysi xil o'lchamda chiqqan? Masalan, matli'ush shamsi as-sa'atu as-sadisa. Quyoshning chiqadigan matla'mi matli'. Maf'il o'lchamiga asosan. Quyosh chiqadigan vaqt soat 5. Demak, bu yerda ismimiz nima ekan? Ismi zaman. Vazni-chu maf'il. Demak, mushu talab bo'yicha ismi zaman bo'lsa zaman deb yozasizlar. Ismi makon bo'lsa makon deb yozasizlar. Uning qashig'a uningki maf'il o'lchamidirmi, maf'il o'lchamidirmi? Yoki ism maf'ul o'lchamidirmi? Shariflikdan ortiq qolib qolsa, ism maf'ul o'lchami chiqadi-ku, shuni yozasizlar. Qolgani sizlar qilib qoldi. Endi yana bizning o'rganmoqchi bo'lgan yana bir mazmunimiz ismul ola. Vasita ismi degan gap. Saymon ismi deb ataladi, vasita ismi deb ataladi. Bu ismul ola degan nima deganda ish harakat olib boradigan vasitani, ya'ni saymonni bildiradigan ism. Ish harakat olib boradigan vasitani yoki saymonni. Masalan, fataha bo'lsa, ochdi bo'lsa, echishdan iborat bu ish harakatni olib boradigan saymonni biz ismul ola deymiz. Masalan, fataha miftahun.
Bu miftahı fatahatdan çıkan ismul alet. Echishninki saymini. Yani ochqish degan gap. İsmul alet degan nima desiga bu ta'rifi ismul alet deganimiz ismun yushtaqu g'aliban min al-fi'l al-thulathi al-mujarrad al-muta'addi lid-dalalati ala adat yakunu biha al-fi'l. İsmul alet deganimiz ko'pincha hollarda thulathi mujarrad o'timlik fe'ldan fe'l uning bilan bo'ladigan saymanga dalolat qilish uchun chiqarilgan ism. Ya'ni ish-harakat uning bilan bo'ladigan saymanga dalolat qilish uchun ko'pincha hollarda mutaaddi mujarrad sulasi fe'ldan chiqarilgan ism. Bu yerdagi ko'pincha holda degani bu ko'pincha holda mutaaddi fe'ldan chiqadi. Ko'pincha holda mutaaddi fe'ldan chiqadi. Ammo ba'zi vaqtlarda lozim fe'ldan chiqib qoladi. Masalan, mibrad desak, barada yabidan chiqqan ismul alet. Barada degan nima? Ushladi, ya'ni qalamni ushladi. Mibrad o'schi ushlaydigan sayman. Ushlaydigan sayman degan nima bo'ladi? Ushlag'ich. Minsharcho nashara yanshirdan chiqqan gap. Nashara degan gap herdidi degan gap. Minshar o'schi herdaydigan sayman. Herdaydigan sayman degan nima bo'ladi? Hera. Miknasa, kanasa yaknisidan chiqqan ismul alet. Kanasa süpürdü. Miknasa o'schi süpüradigan sayman. Süpüradigan sayman degan nima bo'ladi? Süpürge. Demek ismul alet deganimiz ish harakatini olib boradigan saymanni bildiradigan ismni biz ismul alet deymiz. Bu fe'lning qanday qilindi yasalib chiqadi. Endi ismul alet ikki turlik bo'ladi. Ismul alet ikki turlik. Qaysi jihatda deganda buning vazni jihatda. Ba'zi bir ismul aletlar bor. Biz uni arablardan qabul qilgan bo'yicha tuniymiz. Ya'ni u bir fe'ldan yasalgan emas. Uni biz sama'iy deb ataymiz. Yana bir bo'lakchi qiyosiy, qoidalik o'lcham va shu o'lchamga sap turib biz biladigan fe'llarimizdan ismi aletni yassaqchi bo'ladi. Birinchisi qiyosiy. Qiyosiy bo'g'ini mushtaq, fe'ldan yasalib chiqqan qiyosiy bo'g'ini lahu thalathat awzan. Buning 3 xil o'lcham bor. Mushkil o'lchamga sap turib biz fe'llarni yassaq bo'ladi. Birinchisi mif'al o'lchami. Mimni zero qilgan, ha? Mif'al, xuddi mibrad deganga o'xshagan. Ushlag'och deganga o'xshagan. İkincisi mif'al o'lchami. Xuddi miftah deganga o'xshagan. Uchinchisi mif'ala, xuddi miknasa deganga o'xshagan. Mana bu mushtaq, qiyosiy bo'lgan fe'ldan yasalib chiqqan o'lchamli qoidalik o'lchami. Endi yana bir turli ismolatlar bor, bir vositalar bor. Ish harakatni olib boradigan. Bu sama'iy bo'ldi, buni sanab bo'lmaydi. Bu bak ko'p. Sama'iy bo'ladi, bu jamid bo'ladi, uning vaznlari nihoyat ko'p, g'ayr mahsura, sanoqsiz. Masalan, sayfun, qilich, o'ltiradigan, urush qiladigan sayman. Shunday-ku, qalamun yozadigan sayman, sikkinun, to'g'raydigan, kesadigan sayman. Bularning hammasi ismul alet, ya'ni vosita ismlari. Ammo buni o'lchami qaysi fe'ldan chiqqan biz buni bilmaymiz. Buni arablar shu ismul alet, ya'ni vosita ismlari qatorida sanagan, biz shuni sanaymiz. Bu qiyosiy emas, sama'iy, anglag'imiz bo'yicha qabul qilamiz. Biz bayatdan bir gapni qilgan. İsmul aletning tunishtirilishida ismul alet ko'pincha hollarda mutaaddi o'timlik fe'ldan chiqadi dedik. Unda bo'lsa bu sulasi mujarrad o'timsiz fe'ldan, ya'ni lozim fe'ldan chiqmamdi deganda vaqad yushtaqu min al-fi'l thulathi al-mujarrad al-lazim. Ba'zida thulathi mujarrad lozim bo'lgan fe'ldan chiqadi. Masalan, mirqat, misbah, mi'raj deganga o'xshaydi. Mirqat o'schi o'ylaydigan sayman. Raqa o'yladi, mirqat bo'lsa o'ylaydigan sayman. Bu o'ylaydigan sayman nima bo'ladi? Shotu bo'ladi, lift bo'ladi. Misbah bu yuritadigan sayman. Yuritadigan sayman degani bo'ladi chiroq. Mi'raj arajadan chiqqan mi'raj. Asli bu fe'llarning raqa, araja degan fe'llarning hammasini bu lozim fe'llar. Demek ba'zida lozim fe'llardan chiqib qoldi. Ammo ko'pincha holda mutaaddi fe'ldan chiqadi. O'timlik fe'ldan chiqadi. Tamrin, ko'nikma. Endi bu ko'nikmada tuandagi fe'llarning ismolatini yasaysizlar. Ya'ni biz bayatdan so'zlagan, tuanda hammasi sulasi mujarrad fe'l berilgan bu fe'llarni sizlar biz bayat o'rgatgan o'lcham bo'yicha 3 o'lchamdan biriga sap turib, uningcha ismolatni chiqarsizlar va uning vaznlarini bayon qilasizlar. Qada, haydidi degan gap. Mashina haydidi.
Endi buni ismolat qaysi chiqdi? Mif'al o'lchimida miqvat chiqdi. Bu rol degan gap. Haydaydigan sayman degandan bo'ldi. Rol. Mashina rolini deymiz, miqvat deymiz. Qaysi o'lchamda? Mif'al. Fe'lning turi qaysi? Sulasi muta'addi. Ya'ni o'timlik uchariflik. La'iqa yalidi degan gap. Endi buni ismolat qanday chiqdi? Yalaydigan sayman nima deymiz biz? Qo'shiq. Ya'ni mil'aqa. Mil'aqa nima? Qo'shiq. Ya'ni yalaydigan sayman. Qaysi o'lchamda? Miknasa o'lchamida. Miknasa. Bumi sulasi mutaaddi. Ya'ni o'timlik uchariflik. Mushu bo'yicha qolgandan o'zinglar chiqasizlar, bu sizlarga kirib qoldi. Unda bu saboqdoshlar bizning bugun ism bilan bo'lgan qoidalar tugadi. Biz ismga munosabatli bo'lgan qoidalar bilan bugun qo'shishimiz. Endi biz kelalik soatlik darsimizdan boshlab fe'l bilan tanishamiz. Biz 5da arab tili grammatikasini kelime ve kalam deb ikkiga bo'lgan. Ya'ni arab tili grammatikasi so'z va jumla ustida so'zlaydi deb. Uningdan keyin kelimani biz 3ga bo'linadi degan. Ism, fe'l, harf deb. Uningdan keyin biz ismni cho'ng jihatdan mu'rab, mabni deb ikkiga ayirib, mabni ismlar bilan tanishib bo'ldik. Uningdan keyin biz mu'rab ismlarga kirishdan ilgari mu'rab ismga aloqador bo'lgan ismning i'robining turlari bilan tanishdik. Uningdan keyin biz mu'rab ismni 3ga bo'lib Fashi qıldıgan merfuat isimlar, zvaru qıldıgan mensubat isimlar, ziru qıldıgan mecrurat isimlar deb küçük bölüp so'zlab qo'ydik. Uningdan keyin biz ismga aloqador bo'lgan ba'zi hukmlarni o'rgandik. Masalan, ma'rifiy ism, nakir ism, aylik ism, ayollik ism, ikkilik ism, ko'plik ism, ismu tafdil, ismi makan, ismi zaman, ismi ala, sifat mushabbiha, ismi fa'il, ismi maf'ul deganga o'xshagan. Uningdan keyin biz enva'ul isimni o'qidik. Yani isimning türlü. Sahih isim, maqsur isim, mamdud isim, uning alifi, uning yasi, bu haqda grammatiklarni o'qib, biz ismga aloqador bo'lgan qoidani tugatdik. Endi biz beshiga qaytsak, ismni, kelimani biz ism, fe'l, harf deb ishga bo'lgan. Shundaqo, ismga aloqador qoidalar tugadi, endi biz fe'lga aloqador qoidalar tugaymiz. Biz bu darsimizni keyingi soat so'zlaymiz. Unda bo'lsa o'quvchilar, bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. İnşallah kelalik soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.